Diqqat, maktablarda bahorgi ta'til sanasi rasman e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekistondagi maktablarda bahorgi ta'til 20-martdan boshlanadi. Bu haqida Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, Ramazon hayiti 20-mart kuniga to'g'ri kelishi munosabati bilan ta'til 20-martdan 28-martgacha davom etadi. O'quv yilining 4-choragi 30-mart dushanba kundan start oladi. Shuningdek, 20-mart juma va 28-mart shanba kunlaridagi darslar 4 chorakda zichlashtirilgan holda o'tkaziladi. Eslatib o'tamiz, bayram munosabati bilan quyidagi kunlar dam olish kuni deb belgilangan. 20-mart Ramazon hayiti, 21-mart Navro'z bayrami, 22-mart dam olish kuni, 23-mart 5 kunlik ish haftasi uchun dam olish, 6 kunliklarda ish kuni.